Bu dunyodagi eng dangasa aholi. Shunchalik bemalol yashaydiki, hatto yerga tushib ketgan pulni ham olishga erinadi. Bu Shvetsariya, dunyoning eng boy va yashash darajasi eng yuqori davlatlardan biri. Biroq ularning yuqori daromadi ularni nafaqat xotirjam, balki juda aqlli xalqqa aylantirgan. Bu yerda odamlar biz kabi tongdan kechgacha ishlashmaydi. Ishga borgan taqdirda ham ularning haftalik ish vaqti 3 kundan oshmaydi. Ular o'ziga xos qoida asosida yashashadi. Agar aholi ishlamaslikni tanlasa, davlat ularni qo'llab-quvvatlaydi va har oy taxminan $2200 ajratishga tayyor. Eng hayratlanarlisi esa hatto bankka borib shu pulni olishga ham erinadigan ba'zi bir odamlar paydo bo'ldi. Shvetsariya hukumatı 2016-yilda har bir fuqaroga ishlashidan qat'iy nazar davlat tomonidan shartsiz yordam puli berish tizimini taklif qildi. Ya'ni odamlar ishlasa ham ishlamasa ham unga har oy davlat pul to'lab turardi. Biroq kutilmaganda 70% aholi bunga qarshi chiqdi. Ular bunday yordam olish uyat ekanini aytib, o'z mehnati bilan pul topishni afzal ko'rishlarini va daromadlari yetarli ekanini ta'kidladilar. Hatto ko'chalarga chiqib bu tizimga norozilik bildirishdi. Siz qanday o'ylaysiz? Shvetsariyaliklarning bu qarori to'g'rimi?